Mozor nima degani desa, o'sha oxiratni, o'limni eslash uchun kirib, bir oyda bir, 2 haftada bir, 3 oyda bir kirib o'tirib, bir odam masalan namozga susayib qolgan bo'lsa, gunohlarni qiladigan bo'lib qolgan bo'lsa, kirib o'liklar yotgan o'liklarni ko'rib, qabrni ko'rib, bir ibrat olish uchun kiradigan joy. U hadi kirib bo'lmaydi u mozorga. U biznes qiladigan joy emas u joy. Va kirib tovuq so'yadigan, bir yo chalpay qiladigan joy emas. Mozorga kirib tovuq so'yib bo'lmaydi. Nima ovozi kirganda men bitta joydan kirdim, o'ng qo'lda turibdi o'sha daraxt. Nima u daraxt qirqib yoqib yuborish kerak uni. Nima qilib beradi u? Bu vahobiylik gap emas bu. Endi shuncha musulmon mana hozir kakras sezon keldi, to'lib ketadi xotinlar. To'lib ketadi. Hayron qolasan. Shularning uydagi erlar mana shunday joylarda masala eshityapti, jumada eshityapti. Ey, qa ketersan baraka bozorga. Nimaga? Nima qilasan? Yo palon bozorga, hop, nima qilasan-da? Sumkasida o'sha pul yursaymish, baraka bo'lamish. Baraka halollikda bo'ladi. To'g'rilikda bo'ladi baraka, mozorda bo'lmaydi. Iloji bo'lsa shu joyini qirqib, o'sha Rishtonni kanalga tarqatib yuboringlar. Eshitsin shuni. Bag'ga zibat deylar, o'zi bizda keladi o'zi. Endi aytaman-da.